So'nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta'limni rivojlantirish, talabalarga nazariy va amaliy bilim berishda zamonaviy metodlarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va xalqqa qilgan murojaatida ham sohaga doir qator masalalarga to'xtalib o'tdi. Uning mazmun mohiyatini batafsil tushunib olish, qolaversa berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Chirchiq davlat pedagogika universitetida kengash yig'ilishi o'tkazildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz Gulbahor Abdulxayeva bu haqda batafsil so'z yuritadi. Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ta'kidlangan pedagogik ta'limni raqamlashtirish, kelajak o'qituvchisi konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etish, talabalarda yanada ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan fikrlari asnosida kengash yig'ilishi o'tkazildi. Unda talabalarning bir qator ijodiy ishlari namoyish etildi. Murojaatnomaning har bir bo'limidagi ishlar O'zbekiston xalqini, O'zbekiston fuqarolarini farovonligini yaratishga bag'ishlangan. Tayyorlanayotgan kadr kelajakka mos hozirgi qo'yilgan yuqori plankadagi vazifalarni bajarishga qodir mutaxassis tayyorlashga bag'ishlangandir. Loyihalari ustida ishlangan ishlari va qilingan ishlarning natijasi bilan tanishyapmiz. Talabalar o'z taqdimotlari orqali ijodiy fikrlash strategiyalarini amaliyotda qo'llash, IT va turli texnologik vositalar yordamida dars materiallarini yaratish, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning etik jihatlarini tahlil qilish, o'zaro fikr almashish orqali kasbiy rivojlanish ko'nikmalarini ko'rsatishdi. Taqdimot ko'rgazmasi asosan bugungi zamonaviy davrda ta'lim muhitini yangilash va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarni yanada rivojlantirish va uni ijrosini ta'minlashga qaratilgan asosiy tadbir hisoblanadi. Turli xil stendlarimiz ularni ham g'oyaviy, ham ma'naviy, ham aqliy jihatdan rivojlanishi va salohiyatini yanada yuqoriga ko'tarishligi uchun xizmat qiladi. Professor, mutaxassislar va talabalarning birgalikda qilgan muhokamalari kelajak o'qituvchisining asosiy konsepsiyalari shakllanishiga xizmat qiladi. Gulbahor Abdulxayeva, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.